Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va YouTube'imiz ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa gazoblok biznesimiz mana yana bir komplektimiz 10 ta dona qolipi bilan Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga chiqib ketyapti xudo xolasa. Komplektimizda hozir 10 dona qolip relsga moslashgan. Boshlanishiga yerda ishlab turaman, keyin relsga moslab olaman dedi. Xudo xolasa profillarimiz relsga moslashganlarimiz 8 ga 4, stenasi 2 li bo'ladi. Bu yoqda mana shablonni o'chganmiz. Bu yoqda 1 tonnalik o'chganmiz orqasi turibdi. Universal arralarimiz, shablonlarimiz 10 dan tortib 20-30 xohlagan razmerga aralashib bo'laveradi. Eng gulanizi tepada mana mishalkamiz xudo xolasa. Mishalkamiz 220 ga 380 ga bemalol ishlaveradi. Xudo xolasa olib borib bunaqa jarayonlarni qilib beramiz nasib qilsa. Bu yoqda mana qolipimiz eshiklari. Montaj ishlarimiz, suv montajlari bilan bular tayyor holatda mana bu yoqda korobka holatda nasoslarimiz. Montaj ishlarimiz 220 ga qilingan. Nasoslarimiz ten-pen hamma yo'q bo'ladi. Alloh nasib qilsa olib borib o'rnatayotgan jarayonlarimizdan ham video lavhalar qilib sizlarga taqdim etish harakatini qilamiz. Sizlar bittadan like va obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa yangi chiqayotgan narsalarimizdan bahramand bo'lib turasizlar. Sizga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa yaxshi sifatli qilib olib borishni o'rnatib harakatini qilamiz.